Ko'pchilik uchun qiziq bo'ladigan kelin sarpasi uchun olgan zakazlarini bugun birga dastavka uchun tayyorlaymiz. Birinchi navbatda yuz uxlatlari uchun Pony Gyaluronka naborining hamma mahsulotlarini tayyorlab berdik. Bunda o't yudo yuzni tozalash, parvarish qilish uchun hamma mahsulotlari bor. Undan keyin kelinimizdan yuz turlariga qarab va ranglarini moslab turib, albatta pudra va tonalkani ham qo'shib berdim. Bu go'zalimiz tabiiylikni yaxshi ko'rganlari uchun lablari uchun balzam, qoshlari va kipriklari uchun tushi ham qora sedana va o'sma yog'liysini tanladilar. Lablari uchun 2 xil pomada va zumli pasta cho'tkani ham misvoqli tabiiysidan bo'g'irsin dedilar. Yoshlarga va kelinlarga mos bo'ladigan Beauty Cafe atirimizni va parfyumli gelimizni ham albatta esdan chiqazmadik. Yasatib qo'yganda ham, ishlatganda ham mazza qilishlari uchun kokosli naborimizni polni hamma narsasini qilib berdik. Bunda skrab, krem, gel va shampun, sprey, xullas hamma kerakli uxodagi nabor mahsulotlari bor. Yangi kelin uydan yoqimli ifor kelib turishi uchun 2 xil освежитель va chaqqon oyoqlar uchun krem ham qo'shdik. Eng zaruriysi intim gellar ham esdan chiqmadi. Shuncha narsa oldim. Tarol ham o'zingiz birinchidan qilib beravering dedilar. Tahlil qilib ko'ringiz, shu safar naborimizni nishib ketishdi. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.